Bu videoni ko'rganingizdan keyin qish mavsumida $1000 pulni tejashingiz mumkin bo'ladi. Ko'pchilik hali ham uylarda isitishga chugun radiatordan foydalanishadi. Buning o'rniga siz Termotek korxonasining panel radiatorlaridan foydalanib, o'zingizning qish mavsumidagi xarajatingizni 5-6 barobargacha kamaytirishingiz mumkin. Keling buni hisoblab chiqamiz. Misol uchun biz 200 kvadrat metrlik uyni oladigan bo'lsak, 200 kvadrat metr uyga bir oyni isitish uchun $200 rasxod ketadi. Chugunli radiator bilan bo'lsa, 5-6 barobar qimmat $1200 sarflashingiz kerak. Nega deysizmi? Chunki chugunli radiatorga panel radiatorga qaraganda 5-6 barobar ko'p issiq suv kerak bo'ladi. Bu degani katyolingiz panel radiatorga qaraganda chugunli radiatorga 5 barobar ko'proq bo'lgan suvni isitib, bulg'itib berish kerak. Buning uchun bo'lsa, katyol o'z-o'zidan ko'proq yoqilg'ini yoqadi. Bu yoqilg'iga gaz, elektr energiyasi yoki ko'mir va hokazolar ketishligi mumkin. Undan tashqari, Termotek korxonasining panel radiatorlari xonani chugun radiatorga o'xshab oddiy isitmasdan o'zining konvektorlari orqali xonani konveksiya yo'li orqali isitadi va xonangizning ko'rinishiga yana ham chiroy qo'shib beradi. Qo'shimchasiga hammamiz bilamizki, chugunli radiator faqat bir xil tipda, bir xil ko'rinishda bo'ladi. Termotek korxonasi esa o'zining panelli radiatorlarini sizga 7 xil tipda taqdim qiladi. Siz o'z xonangizga yoki o'z maydoningizga kerakli bo'lgan issiqlik talabidan kelib chiqib, 7 xil tipdan xohlaganingizni mosini qo'yib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Biz $1000 tejab qolishni 200 kvadrat metrlik uy misolida ko'rib chiqamiz. Agar sizning isitish maydoningiz 200 kvadratdan ko'proq, masalan 400 kvadrat yoki undan ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, sizning tejaydigan pulingiz $2000 yoki undan ham ko'proq bo'lishligi mumkin. Termotek korxonasining panel radiatorlarini o'rnatib, aqlli tanlov qiling va qish mavsumida o'zingizning ortiqcha xarajatlaringizni tejab qoling. Termotek, yuragida o'ti bor radiator.